Salom. Vitse-kapitandayim. Ko'rganimdan xursandman. Shuncha vaqt o'tdi. Bosh vazir Magna menga yirtqich hayvonlarni materiallarni shu yerda qoldirishni aytdi. Ha, menga ham aytdi. Ko'raylikchi, qayerga qo'ysa bo'ladi? Menimcha mana shu yerga qo'ysa bo'ladi. Haligi men juda afsusdaman, lekin bu xona yetarlicha katta emas. Nima? Shunchalik ko'pmi? Ularning hammasi saroyingizdagi qizil ajdarholarda kattami? Yo'q, unchalik hayron qoladigan narsa yo'q. Yer ajdarholari. Yer ajdarholari? Rangdagi sarguzashtchilarni butun guruhi zo'rg'a yengishi mumkin-ku axir uni. Rostdan yer ajdarhosimi? Ularni nechtaligini aniq bilmayman, lekin bitta kattasi bor. Xo'sh, shunday bo'lsa, hozircha shu yerga qo'yavering. Keyinchalik ritsarlar bilan olib ketamiz. Unda yaxshi. Qani? Bular nima o'zi? Bular hammasi. Kaindono. Siz shunchaki kechirasiz. Lekin bularni hammasini ola olasizmi? Haqiqat shuki, rangdagi yirtqich hayvonlar ko'p, lekin S rangdagilar ham bor. Buni sababi men bu dunyo uchun juda ham kuchliman. Lekin buni hammadan sir tutishimiz kerak. Aql bovar qilmaydi. Menga bularni hammasini o'zingiz o'ldirganingizni aytmoqchimisiz? Kaindono. Siz nima qahramonmisiz yoki ma'budlarning shogirdi? Yo'q, men shunchaki Margrave Garimni o'g'liman xolos. Ha. Menimcha juda ham chuqur o'ylab yubordim. Bu uchun uzr. Hammasi joyida. Bularni hammasini baholash uchun biroz ko'proq vaqt ketadi, maylimi? Ha, ish tugagach menga xabar beringlar, darhol yetib kelaman. Xo'sh, shunda biroz shoshmang. Bunga biroz erta. Ritsarlarning mashg'ulotlariga yordam berasizmi? Sizni kapitan bilan tanishtirish xohlardim. Kapitan? Ha, kapitanimiz kuchli odamlarni yaxshi ko'radi. Men nima qila olishingizni ko'rsatishingizni xohlardim. Maylimi? Xo'sh. Yaxshi. Va bir daqiqa kutinglar. Biroz orqaroqqa qaytamiz. Bu Baron Kain. Ishonchim komilki, siz bu odamni 30 orkni yo'q qilgan va malikani qutqargan Baron Kain sifatida yaxshi taniysiz. Tanishganimdan xursandman. Haligi kapitan qayerda? U tez orada keladi. Bu aniq. Soxta jang boshlanishi bilan u yetib keladi. Kapitanimiz jangni juda yaxshi ko'radi. Nima? Men u odamni qo'rqinchli deb tasavvur qilyapman. Xavotir olmang. Kapitanimiz odam yemaydi. Balki. Mayli, unday bo'lsa, soxta jangni boshlaymiz. Bir narsa so'rasam, maylimi? Bu oddiygina bolaga o'xshaydi. Menimcha u 10 yoshda. Ritsarlar ordeni u bilan jang qilish shartmi? Agar shunchalik tashvishlansang, birinchi sensan. Kaindono, sizga birinchi hujumni beraman. Menga bor kuchingizni ko'rsating. Juda yaxshi. Unday bo'lsa, kuchaytirish. Mag'lub bo'ldim. Men yutib qo'ydim. Ahmoq. Kattakon rahmat. Shoshmang, Kain. Bu kutganimdan ham yaxshiroq bo'ldi. Nima uchun 30 taga? Yo'q, hammasiga qarshi kurasha olmaysiz. Hozirgi vaqtga qaytamiz. Shunday qilib. Qo'y, shoshmanglar. Shoshmanglar. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Nima uchun ritsarlar ordeni bir bolaga qarshi qilich ko'targan? Sizlarda shoh ritsarlaridek mag'rurlik yo'qmi? Ahvoling yaxshimi? Atrofingdagi qo'rqinchli odamlar ichida qo'rqib ketgan bo'lsang kerak. Lekin men sen yoningdaman, hammasi yaxshi. Sen saroyda adashib qolgan bo'lsang kerak. Voy, elf ekan. Daim, sen ham shu yerda eding. Nega ularni to'xtatmading o'zi? Ruxsatingiz bilan, kapitan. Kapitan? Bu bola 30 ta orkni yo'q qilgan va Malika Telestiyani qutqargan o'sha bola. Qahramon Baron Kain. Nima? Shu bola shunday qilganmi?
Endi tushunarli. Endi tushunarli. Demak, haligi siz 30 ta orkni yo'q qilgan qahramon Baron Kaynsiz. U holda siz men bilan duelga chiqishingiz kerak. Nima? Men soxta jang o'rniga duel so'zini eshitganimga aminman. Kapitan, avvalo o'zingizni tanishtirishingiz kerak. Yo'q, biz qilich bilan kurashamiz, qilich bilan gapiramiz. Ha, kapitan yana odati tutdi. U qilichboz usta unvoniga ega. Bu bola unga qarshi turishiga ko'zim yetmayapti. Haligi men sizlardan eshitdim. Usta qilichboz nima degan o'zi? Baron Kayn duel boshlandi. Bir soniya kuting. Menda faqat yog'och qurol bor xolos ko'xir. Muammo emas. Meni qilichim o'tmaslashtirilgan. Endi jangdan zavqlana oladiganga o'xshayman. Kuchaytirish. Nima? Baron Kayn kapitan bilan tengma-teng urishyapti. Va u avvalgidan ham tezroq harakat qilyapti. Ko'zlarimga ishonmayman. Tez ko'chish. Bu duel tugadi. Kapitan. Qaror qildim. Men senga turmushga chiqmoqchiman. Nima? Kapitan! Birdaniga menga turmushga chiqish. Axir men endigina 10 yoshdaman-ku va men siz haqingizda ham hech narsa bilmayman. To'g'ri savol berdingiz. O'zimni tanishtiraman. Meni ismim Tifana von Libert. Esford qirolligi ritsarlar ordeni kapitaniman. Viskont unvoniga egaman. Men Shimoliy o'rmonni boshqaradigan Duke Libertni qiziman. Yosh farq haqida tashvishlanishingiz shart emas. Men elf bo'lganim uchun kamida 300 yil yashayman. Bu tashqi ko'rinishim uzoq vaqt davomida o'zgarmasligini anglatadi. Bu meni o'ylantirmayapti. Necha yoshga kirsam ham chiroyli bo'lib qolishimga ishonchim komil. Lekin menimcha gersogni qizi turmush qurish haqida o'zi qaror qila olmaydi. Bu haqida tashvishlanish shart emas. Uydan chiqayotganimda turmush o'rtog'imni topmagunimcha qaytib kelmasligimni aytganman. Shuning uchun hammasi yaxshi. Siz uchun yaxshi bo'lishi mumkin, lekin menga emas. Men otam va boshqa ko'plab odamlar bilan maslahatlashishim kerak. Vice kapitan Daim. Qanday bunday uxlash mumkin? Ha, albatta. To'g'ri aytasiz. Men o'zim qaror qabul qila olmayman. Tushunganingiz uchun rahmat, kapitan Tifana. Tushunganingizdan xursandman. Daim. Men avval shoh bilan gaplashaman. Tezda shoh bilan uchrashuv tashkil qil. Nima? Bu sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng yomon narsa. Shoh bu haqida xabar topsa, bu meni oxirgi kunim bo'ladi. Daim. Ha, olib yur. Yo'q, men buni xohlamayman. Kapitan Tifana. Boshqa hamma narsa, lekin bu emas. Anibro Telegram kanaliga qo'shilinglar. Kayn, shoshilinch ish bilan kelganingni aytishdi. Nima uchun kelding o'zi? Ritsarlar stansiyasiga yirtqich materiallar tashlab ketish uchun kelmaganmiding? Janob oliylari, men qaror qildimki, Baron Kayn va men turmush qurmoqchimiz. Ha, turmush? Bu qanday sodir bo'ldi? Kayn, menga boshidan tushuntir. Zot oliylari, men u bilan soxta jang qildim va g'alaba qozondim. Va u yog'ini ko'rib turibsiz. Kayn, hali unga Teles va Silk haqida gapirmadingmi? Axir buni o'zingiz maxfiy deb aytgandingiz-ku. Shunga yo'q. Kayn, kapitan Tifana qanday mavqega ega ekanligini bilasanmi? Yo'q, men uni kapitanligini bilaman xolos. Xuddi o'ylaganimdek. Tifana kelgan Libert hududi dastlabki elflarga tegishli edi. Ko'rib turganingdek elflar hammasi go'zal. Shu sababli ularga ko'pincha o'g'irlamoqchi yoki qul qilmoqchilar hujum qilishgan. Ammo Esford qirolligida birinchi qirol Yuyatera Hirasawa Esport istagiga ko'ra irqqa qarab kamsitish yo'qotilgan.
Shuning uchun biz ularning yerlarini saltanat hududi sifatida o'z himoyamizga oldik. Libert hududi o'zini o'zi boshqaradi. U mustaqil davlatdan farq qilmaydi. Boshqacha qilib aytganda, Tifana aslida malika va sen malikadan turmush qurish taklifini olding. Bu nimani anglatishini tushunyapsanmi? Tifana, bu hali ham maxfiy, lekin senga bir narsani aytishim kerak. Bu Kayn allaqachon qizim Telestia va Erik Dyukni qizi Silk bilan unashtirilganiga ancha bo'ldi. Demak, bu degani Baron Kayn. Gersog Erik va janob oliylari siz tomoningizdan kuyov sifatida tan olingan. Tushunarli. Tushunganingdan xursandman, Tifana. Kechirasan, lekin bu meni Baron Kaynga turmushga chiqish istagimni yana ham oshiryapti. Istagim kuchayapti. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Ha, yaxshi. Men seni his-tuyg'ularingni tan olaman. Lekin birinchi navbatda sen otang Leysanga xat yozishing kerak. Uni ruxsatini olganingdan keyin gaplashamiz. Tushunarli. Unday bo'lsa, zot oliylari ruxsatingiz bilan qani ketdik, Kayndono. Qayerga boramiz? Jang maydoniga sevgimizni chuqurlashtirish va o'sha xatni yozish uchun. Va endi ruxsatingiz bilan. U Tifanani mag'lub etganiga ishona olmayapman. U qirollikning kuchli ritsari. Ehtimol uni omadi kelib qolgandir. Yo'q, umuman bunaqa emas. 10 yoshda shunday kuchli. Qanday qilib u bunday kuchli bo'lishi mumkin o'zi? Garm, u seni o'g'ling. Nima uchunligini bilasanmi? Men ham bilmayman deb qo'rqaman. U qasridagi Qizil ajdarxoni ham o'zi o'ldirgan. Ha, aytgancha, men undan qahramonmisiz yoki ma'budning shogirdimi deb so'raganimda, u bir soniya ikkilanib qoldi. Demak, unda rostdan ham nimadir bor. Buni sinab ko'rishni bir yo'li bor. Unga uni ko'rsatish orqali. Buni umi. Kayndono. Xavotir olmang. Bugun faqat o'zimman. Vitse-kapitan Daim, siz charchaganga o'xshaysiz. Boshqacha bo'lishi mumkinmi? O'shandan beri biz har kuni u bilan jang tushyapmiz. Tifana esa kuchini chegarasi yetmagunicha meni qo'yib yubormayapti. Sizning janglaringiz shu darajaga yetdiki, uni boshqalarga vaqt ham bo'lmayapti. Lekin aynan siz sabab kapitanimiz yanada kuchayib ketdi. Aslida men Tifana bilan jang tushganimda meni maqomlarim orasiga usta qilichboz maqomi ham qo'shildi. Haligi Tifana har doim shunaqa bo'lganmi o'zi? Ha, u barcha ritsarli ishlarni menga qoldiradi. Kutganimdek. Kayndono, jenursan. Nima? Shoshilishimiz kerak. Janob oliylari sizni ko'rmoqchi. Yana biror narsa qildimmi? Men uni g'azablantirmaslik uchun juda ehtiyotkor bo'ldim-ku. Haligi nimaga yana hammangiz shu yerdasiz? Kayn, nima uchun bunday qarayapsan o'zi? Haligi sababi yo'q. Bugun seni chaqirtirganim sababi senga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Magna, ha, Kayndono, mana bunga qarang. Bu qirollik oilasiga tegishli imperator darajadagi sehrli matan. Aytishlaricha uni birinchi qirol Yuya Terra Hirasawa Esfort yozgan. Imperator darajadagi sehrli matan. Men buni ochib o'qishim mumkinmi? Ha, mumkin. Kattakon rahmat. Hatto saroy sehrgarlarining kutubxonasidagi sehrli matnlar ham meni mega darajaga ko'tardi xolos. Bu men hech qachon ko'rmagan sehrlar. Shunday qilib haqiqatan ham yuqori daraja. Shunday deb o'ylagandim. Nimadir bo'ldimi? Kayn. Bu matan hech birimiz o'qiy olmaydigan narsadir. Nega ekanligini bilasanmi? To'g'ri. Chunki uni birinchi podshohimiz yozgan. Yaponcha deb nomlangan tilda. To'g'ri. Birinchi qirolning ismi Yuya Terra Hirasawa. Bu yapon odamining ismi ekanligi aniq. Ehtimol, u men kabi qayta tug'ilgan.
Bizi bilganimiz bu imperator darajasidagi sehrli matn, lekin uni bu yerda hech kim o'qiy olmaydi. Kain, yana bir bor so'rayman. Sen kimsan o'zi? Buni endi yashira olmayman. Meni qayta tug'ilganimni bilishganida men hammasini yo'qotamanmi? Yo'q, lekin bu odamlar albatta. Sizlarga rostini aytaman, lekin bu narsani bu xonadan chiqmasligiga va'da bera olasizlarmi? Agarda buni tushunmasangiz, meni bu shohlikni tark etishimga to'g'ri keladi. Juda yaxshi. Meni oldingi hayotimdan xotiralarim bor. Sizni birinchi shohingiz kelgan boshqa mamlakat haqidagi xotiralar, Yaponiya degan xalqdagi xotiralar. Kain, sizlarga hech qachon aytmaganimdan afsusdaman. Shuning uchun ekanda. Kain, sen rostdan ham Sara va meni o'g'limsan o'zi? Ha, bunga hech qanday shubha yo'q. 5 yoshimda men cho'qintirilganimda mabutlar menga shunday degan. Mabutlar bilan ko'rishganmisan? Ha. Cho'qintirilganimda va cherkovga borganimda 7 mabut bilan tez-tez ko'rishib turaman. Nima? 7tasi bilanmi? Ha. Kain, bizga statusingni ko'rsatammi? Status ochil. Kain, bu yerda yozilganlarni hammasi rostmi? Ha, hammasi butunlay rost. Bu meni haqiqiy statusim. Sen bilan nima qilsa bo'ladi o'zi? Nimaga bizga haqiqatni aytmading? Bu unvon bilan mendan tashqari shohlikni yo'q. Bu dunyoni har bir fuqarosi senga ta'zim qiladi. Mabutlar tanlaganlarning unvoni rostdan ham yuksak. Iltimos, shoshmang. Men buni xohlamayman. To'g'ri, men oldingi hayotim, xotiralarim bor. Lekin men hozirgi hayotimdan mamnunman. Bu dunyoda qayta tug'ilganimda hech narsani tushunmadim. Lekin onam, dadam va boshqa ko'p odamlar menga mehribon edi. Sarguzashtlarimda sehrdan foydalanish va yirtqich hayvonlar bilan kurashish juda ham hayajonli edi. Tele, silk va barchangiz bilan tanishish va baron unvoniga sazovor bo'lish men loyiq bo'lganimdan ham katta sharaf. Oldingi dunyoyimda men ota-onamdan, bobomdan ayrilib butunlay yolg'iz edim. Ammo endi men ajoyib oila va do'stlar davrasiga egaman va baxtli hayot kechiraman. Ota, men Garm o'g'li bo'lganimdan chin dildan minnatdorman. Kain, janob oliylari, bularni barchasini sizdan yashirganim uchun uzr so'rayman, lekin sizdan iltimos menga har doimgidek munosabatda bo'lishingizni so'rasam bo'ladimi? Janob oliylari, men yaxshi. Kain, bu saltanat seni Garmning o'g'li deb, baron Kain von Silford deb tan oladi. Lekin Kain, balki o'rnimga sen shoh bo'lishing kerakdir. Janob oliylari, aziz erim. Sizni topdim aziz erim. Mana, janob oliylari, men buni hozirgina otamdan oldim. U menga baron Kainga turmushga chiqishimga ruxsat berdi. Tabriklaymiz. Xo'sh, janob oliylari, men shoshib turgan edim. Aziz erim, ketdik. U bugun uni yana olib ketdi. Janob oliylari, Kain kunni o'zingiz ko'rdingiz. Menimcha undan tashvishlanish shart emas. Kain kun har doim Kain kun bo'lib qoladi. Sen haqsan. U albatta ilohiy bolaga o'xshamaydi. Bu haqida bu yerdan tashqarida gapirilmasin. Hatto oila a'zolari davrasida ham. Hamma tushundimi? Ha. Kain, qanchalik kuchli ekanligingga qara. Iltimos, bu yurtni, oilangni, Teles va Silkni va sendan yordam so'ragan barcha fuqarolarni asra. Kain. Anibro, siz kutgan Kain sama, Kain kun. Qanday qilib kapitan Tifana bilan unashtirildingiz o'zi? Afsusdaman. Kapitan bilan soxta jang qildim va u shunday tugadi.
Voyaga yetguningizcha nechta xato olmoqchisiz o'zi? Ha, men bunga umuman qarshi emasman. Men ham roziman. Iltimos qilaman, kelinlarni ko'paytirishni bas qiling. Aziz erim, mana qayerda ekansiz? Keling bugun ham sevgimizni baham ko'ramiz. Sevgimizni baham ko'ramiz nima degani? Qaynsima? Bunday emas. Men eshitdilar, Teres, Silk. Bu shunchaki yana soxta jang o'tkazamiz degani. Yo'q, sen men yana muammolarga qo'yibsan. Qaynsima? Iltimos, yordam beringlar. Faqat ertalabgacha. Aziz erim, shoshmay tur, qismni aytib olay. Keyingi qism Kayn yangi sarguzashtchi.